Assalomu alaykum azizlar. Sizning salomatligingiz uchun xizmat qiladigan dasturimizni boshlaymiz va aynan bugun dasturimizga oliy toifali shifokorlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va mavzuni keling eng boshdan boshlaymiz. Sifilis kasalligi bo'yicha juda ham ko'p savollar tushgan. Bu o'zi qanaqa kasallik? Sifilis bu meditsina tilida, o'zbek tilida zaxm ham deb ataladi. Xalq orasida ko'p tarqalgan kasallik bo'lib, yuqish yo'li asosan jinsiy aloqa orqali yuqadi. Lekin bundan tashqari qon orqali turli xil tibbiy muolajalar o'tkazganda yoki homilador ayol agar sifilis bilan kasallangan bo'lsa, undan homilaga ham o'tishi mumkin. Zaxm kasalligini ko'radigan bo'lsak, bu shunaqa mikrob chaqiradiki, bu mikrob birinchi o'rinda asab tizimini falajlaydi. Ya'ni asab tizimi falajlangandan keyin o'z-o'zidan odamda og'riq, achishish, qichishish degan hislar yo'q bo'lib qoladi. Shuning uchun kasallikni yuqtirgan odam bu kasallik o'zida mavjudligini bilmaydi. Ya'ni hech qanaqa shikoyat qilmaydi, bezovta bo'lmaydi. Va ularni tekshiruvdan o'tayotganda to'satdan aniqlab qolinadi. Shuning uchun bu belgilarsiz kechganligi tufayli ichki a'zolarni hammasini zararlaydi. Ya'ni bu shunaqa kasallikki zararlamaydigan a'zoni o'zi yo'q. Hamma a'zoni zararlab, asosan ko'pincha qon tomir tizimlarini zararlaydi 90% holatda. Bundan tashqari asab tizimini ham zararlashi ko'p uchraydi. Bu o'zini navbatida turli xil asoratlarga olib keladi va ko'pincha kasallik turli asoratlar paydo bo'lganda bemorlar vrachlarga murojaat qiladi. Bu murojaat qilgan bemorlar ham to'g'ri yo'nalishda murojaat qilmasligi mumkin. Ya'ni asab tizimi zararlangandan keyin kasallar o'z-o'zidan nevropatologga yo kardiologga murojaat qilishi mumkin. Yurak tizimi, yuragi bezovta qilishni boshlagandan keyin nimagadir yuragim bezovta qilyapti deb turib kardiologga boradi. Shuning uchun ham bu kasallikni aniqlashda to'g'ridan-to'g'ri dermatologga hech qachon kasallar murojaat qilmaydi. Endi bu kasallikni aniqlash uchun shuning uchun tibbiyot sohasida hozir shunaqa yo'lga qo'yilganki, barcha kasallikni aniqlashda protokol standartlariga kiritilgan, ya'ni zaxmga birlamchi skrining tekshiruvlar. Chunki yuqorida aytib o'tilgandek, zaxm kasalligi turli a'zolarni shikastlaganligi tufayli, ya'ni turli xil mutaxassisligi shifokorlarda bu kasallik uchrashi mumkin. Shuning uchun barchasini tekshirishda avvalambor zaxmga tekshiruv o'tkazish lozim bo'ladi. Zaxm kasalligi bemorda qancha paytda o'zini namoyon qiladi? Ya'ni o'sha yaralar, toshmalar bilan namoyon bo'ladimi keyin? Zaxm kasalligi yuqqandan keyin inkubatsion period deyiladi, inkubatsion davr deyiladi. Bunda kasalni holatiga, yoshiga, ya'ni yondosh kasallarning mavjudligiga bog'liq. Bunda birinchi belgilari asosan 3 hafta, 4 hafta, 1 oyda paydo bo'lishi mumkin. Yoki kasal juda ham nimjon bo'lib, zaif bo'ladigan bo'lsa, bir xillarda 10 kunda ham paydo bo'lishi mumkin. Bunda birinchi shu infeksiya kirgan joyida yara paydo bo'ladi. Yana haliga aytib o'tganimizdek, shu yara ham boshqa yaralarda og'riydi, achishadi, qichishadi. Lekin bu yara og'rimaydi ham, achishmaydi ham, qichishmaydi ham. Bu yara borib zo'rayib o'z navbatida haligi yarani e'tibor qilmaydi kasallarda, sekin o'zidan o'zi qaytib ketadi yara. Bu qaytib ketdi degani bemorlarni yana ham xotirjam qilib qo'yadi. Ya'ni, bo'ldi, men tuzalib ketdim deb o'ylaydi. Lekin yara chuqurlashib, qonga o'tib, limfa tugulari orqali boshqa yo'llarga tarqab, boshqa tizimlarni ham zararlashni boshlagan bo'ladi. Ichkaridan rivojlanadi u. Ayollarda bunaqa kasallik bilan murojaatlar bormi markazimizda? Ayollar bilan bunaqa holatlar ko'p uchrab turadi. Lekin biza aytib o'tishimiz joizki, birlamchi qatlamda emas, уже bir necha o'sha Bobosh Akatich aytib o'tganlarida bir necha mutaxassislarga murojaat qilibgina yoki bo'lmasam ko'p bizda uchrab turadi, aptekalardagi xodimlarga murojaat qilib, o'zligisi davolab yoki bo'lmasam noto'g'ri davolash orqali murojaatlar ko'p uchraydi. Ya'ni kim bezovta
vosita qilmagandan keyin yara ular mahalliy usullardan qanaqadir malhamlardan foydalanib davolab ko'rishadi. O'tib ketadi birinchi etap. Patsient o'zini yaxshi hisoblaydi, xotirjam tutadi, lekin o'sha ikkinchi belgilar, ya'ni teridagi toshmalar boshqa uchastkalarda ham paydo bo'lishni boshlagandan keyin yoki bo'lmasam tanish bilishlardan eshitib venerologga borishing kerak degandan keyin ular bizga uchrashadi. Uje qaysiki titrlar oshgan bo'ladi qonda va keyingi belgilari chiqqanda. Ayollarda ko'pincha jinsiy sohada yarali toshmalar bilan ko'zda tutilishi mumkin yoki bo'lmasam terida har xil toshmalar, rangli yoki bo'lmasam papulasimon toshmalar bilan ham paydo bo'lishi mumkin. Erkaklar orasida aynan mana shu kasallik bilan murojaat qilganda davolanish choralari qanaqa qo'llaniladi? Murojaat qilinganda o'zi ko'pincha xususiy klinikalarda tekshiruvlar o'tkazishadi. Har xil operatsiyalardan oldin albatta sifilis, spid, gepatit B tekshiriladi. Xususiy klinikalarda tekshirilgandan keyin sifilis aniqlangandan keyin bizani markazga yana chuqurroq tekshirishga jo'natishgandan keyin bizda tekshiriladi. Sifilis kasalligi tashxisi qo'yilgandan keyin ko'pincha yashirin zaxm degan tashxis qo'yiladi. U tashxis qo'yilgandan keyin statsionar sharoitda davo muolaja olib boriladi. Bu yerda asosan antibakterial terapiya, sifilisni titriga qarab kurs davo mo'ljallaniladi. Statsionar davo olib boriladi. Ana shu holatlarda ayollarni ham tekshirish, oila a'zolaridagi butun kim bo'lsa oila a'zo hammasini tekshirish tavsiya qilinadi, tekshiriladi. Agar ularda ham sifilis chiqadigan bo'lsa, ularni ham vaqtida davolash kerak bo'ladi. Vaqtida davolanmasa, Bobur Shavkatov aytganlaridagi kardiosifilis, neyrosifilis bu boshqa mutaxassislarda davolanib yurishadi, asosiy sabab qolib ketadi. Buni asosiy sabab sifilis bo'ladi. Buni davolab vaqt keyin o'sha aniqlaniladi. Davolangandan keyin hamma organlar me'yoriga tushadi. O'zi kasallikning davosi bormi sifilisda? 40-yillargacha, 45-yillargacha bedavo kasal hisoblangan. Endi shunda ham bedavo emas, turli xil og'ir metall preparatlari bilan, ya'ni mis, preparati sinka deydi, rtuti deydi, shulardan foydalanib turib davolangan, lekin ularni organizmga foydasidan ko'ra zarari ko'p bo'lgan. To'g'ri, og'ir metallda. Bunda bemorlar zaxm chetda qolib asoratlaridan ko'pincha nobud. Shuning uchun ham 40-yillardan keyin Fleming degan olim pensilinni o'ylab topgan. Ya'ni bu zaxmga eng kerakli, zarur bo'lgan, o'ldiradigan dorini bu o'ylab topgan va shundan keyin zaxm 100% davolanadigan kasallik deb topilgan. Lekin xalq orasida ba'zi bir noto'g'ri fikrlar haligacha yuradiki, zaxm bu bedavo narsa. Ko'pincha buni ba'zida даже AIDS, ya'ni spid kasali bilan ham aralashtirishadi. Bu 100% davolanadi. Lekin ya'ni mutaxassis ishtirokida yaxshi ixtisoslashgan markazlarda to'g'ri davolansa hech qanaqa asoratsiz, ya'ni kelajak avlod ham qoldirish mumkin bunda, yangi avlod hammasi hech qanaqa asoratsiz tug'iladi. Bemor o'zi ham 100% davolanib ketadi. Endi yana bir kelgan joyda aytish kerak, zaxm, ya'ni sifilis kasalini xameleon других болезней deyiladi. Ya'ni boshqa kasallarni xameleoni deyiladi. Yana o'sha yuqorigi gapimizga qaytamiz. Shuning uchun ham bu har bitta kasallikning ko'rinishida o'zini namoyon qilishi mumkin. Oddiy o'zimizning teri kasalliklarida ham ko'rsangiz, psoriaz, puzirchatka, hattoki vitiligo, hamma kasallikni ko'rinishida o'tishi mumkin zaxm. Shuning uchun ularni ham tekshiriladi. Bundan tashqari o'sha aytilgandek kardiologiyada, nevrologiyada hammasida bu asoratlarni bergani uchun ularda ham tekshirish zarur. Va bundan tashqari bu bemorlarni tekshirishdan maqsad ular bilan ishlayotgan mutaxassislar ham har xil turli xil o'ziga kasallikni yuqtirib qo'yish xavfi bo'lishi mumkin. Bilib bo'lmaydi. Shuning uchun ham kasallikni tekshirishda albatta ularni tekshiriladi va hozirda sog'liqni saqlash tizimida butun mutaxassislarni o'zi ham bir yilda bitta tibbiy ko'rikdan shu zaxm, Mirlaziz Akbarovich aytgandek, gepatit va AIDSga albatta tekshiruvdan o'tishlari shart. Irsiy mana o'tadi deymiz-ku, agar onadan bolaga o'tishi mumkin homiladorlik davrida. Endi bolaning kelajagi qanaqa bo'ladi? Uni qancha paytda o'zini namoyon qiladi sifilis kasalligi? Irsiy desa juda to'g'ri emas-u, tug'ma zaxm deyiladi. Ya'ni homilador kasallangan onadan tug'ilgan bolada tug'ma zaxm deyiladi. Belgilarsiz kechishi mumkin. Belgilarsiz kechib turib
haligi bemor bola 16-18 yoshga yetganda ham kasallik chiqib qolishi mumkin, namoyon. Uni kechki tug'ma zaxm. Bola tug'ilishi bilan o'zini belgilari bor. Unaqa tug'iladigan bo'lsa, bu erta tug'ma zaxm deyiladi. Lekin bu tug'ma zaxm bo'lishiga qaramay, bularni to'g'ri pediatr bilan ishtirokida dermatovenerologlarni nazorati ostida davolash olib boriladi va 100% haligi farzand sog'ayib ketadi. Zaxm bilan bemorlar murojaat qilib turadi. Bizniki respublika ixtisoslashgan markaz bo'lgani tufayli butun respublikadan, qolaversa butun respublika emas, qo'shni davlatlardan ham hozir bemorlar kelishadi. Va bundan tashqari boshqa jinsiy aloqa orqali yuquvchi kasalliklar, ya'ni reproduktiv tizimga ta'sir qiluvchi kasalliklar tufayli tekshirish uchun va davolanish uchun murojaat qilishyapti. Hozircha bular hammasi mamnun bo'lib ketishyapti. Hozircha unaqa asoratlar kuzatilgani yo'q. Yuqorida aytib o'tilgandek, to'g'ri o'z vaqtida davolansa, hech qanaqa asoratsiz hammasi yaxshi bo'ladi. Bemorlar nazorati bo'ladimi keyin? Davolangandan keyin bemorlar qaysi davrda aniqlanganligiga qarab turib nazoratda bo'ladi. Eng kamida 1 yil turar joy o'zini teritonasil dispanserida kuzatuv ostida turadi. Ikkilamchi yoki asoratlangan turlarida 3 yilgacha nazoratda turishadi. Erkak kishida zaxm kasalligi topildi, lekin albatta ayoli ham o'sha kompleks tekshiriladi, to'g'rimi? Mana shunday holatda ayol kishida chiqmasligi mumkinmi? Chunki baribir er-xotin eng ko'p bir-biri bilan yaqin aloqada bo'ladigan shaxslar. Savolingiz o'rinli. Bu yerda endi erkak kishida yoki ayol kishida zaxm kasalligi aniqlangandan keyin yuqorida aytilgandek, bu kasallik jinsiy aloqa orqali yuquvchi kasallik bo'lganligi tufayli bunda albatta jinsiy sherikli tekshiruvdan o'tish shart. Jinsiy sheriklarni tekshirganda nimalarga e'tibor qilish kerak? Ko'pincha ba'zida oilaviy janjallarga ham sabab bo'ladigan holatlardan bittasi xotinida chiqdi, erida chiqmasligi mumkin tekshirganda, yoki erida chiqdi, xotinida chiqmasligi mumkin. Birinchidan, bunda haligi chiqmagan sherigida immun holatini qanaqa ahvoldaligi. Ya'ni immuniteti kuchli bo'lsa, haligi kasalni qabul qilgan taqdirda ham hali unaqa kasallik namoyon bo'lmaydi. Ikkinchidan, kasallangan sherigida bu kasallik qonida hali titr baland emas, ya'ni juda yuqori darajada emas. Bunda ham haligi infeksiyani jinsiy sherigiga bermaydi. Shuning uchun mana shu ikkita holat. Uchinchidan, bemor ba'zida o'zi bilmagan holatda haligi tekshirilayotgan odam tomog'i og'riydi, shamolladim deydi-da, antibiotik qabul qilib qo'yadi. Shunda haligi yuqqan infeksiya tarqalmasdan turib, haligi infeksiyani bloklab o'ldirgan bo'ladi. Shuning uchun haligi ikkinchi sherigida chiqmasligi mumkin. Lekin agar hammasi ikkalovi organizm bir xil bo'lib, ma'lum vaqt o'tsa, albatta ikkalovida chiqadi, davolanmagan holatda. Lekin aynan sizning bo'limingizga ayollar va erkaklarning urologik, ginekologik muammolar bilan juda ko'plab bemorlar murojaat qilishadi. Mana so'nggi paytlarda statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, qaysi kasallik bilan murojaatlar ko'p erkaklarda? Oxirgi paytda jinsiy yo'l orqali yuqadigan infeksiyalar soni oshib boryapti. Buni sababini ham aytib o'tib ketaman. Bu migratsiya bilan bog'liq bo'lgan degan taxminlar ham bor. Ya'ni chet elga ishlashga ketishadi, bir necha oylab, yarim yil, 1 yillab ketishgandan keyin baribir jinsiy aloqa, himoyasiz jinsiy aloqa bo'lib qolishi mumkin. Undan keyin kelib oilasi bilan qo'shilgandan keyin bu jinsiy aloqa ko'payishi mana shu migratsiya bilan biza bog'liq deb taxmin qilyapmiz. Juda ko'payib ketdi hozirgi kunda. Gonoreya, xlamidiya, ureoplazma degan infeksiyalarning soni oxirgi 5 yilga nisbatan hozir juda ko'payib ketyapti. Juda ko'p murojaatlar bo'lyapti gonoreya kasalligi bilan. Gonoreya bu ham jinsiy yo'l orqali yuqadi. Yuqqandan keyin 3-4 kundan keyin o'zini alomatini beradi. Uni eng yomon tarafi bu bepushtlik. Undan boshqa asoratlari bu prostatit, erektilniy disfunksiya, jinsiy zaiflik. Eng yomoni bu bepushtlik. Ya'ni bepushtlik sababli hozirgi kunda oilalar bir-biri bilan ajralib ketishi juda ko'p uchrayapti. Mirlash, shu o'rinda bepushtlik deganingiz demak yosh yigitlarda ko'proq uchrayapti bu holat. Bu yosh yigitlarda uchrayapti. 20 yosh bilan 27 yosh, 30 yoshgacha bo'lgan oralig'ida. Eng asosiysi 20-25 yoshli bolalar, ya'ni uylanmagan bolalarda. Bu bolalar student bo'ladi yoki ishlash uchun chet elga ketgan bo'lsa, davolanishga o'tda chet elda shifokor topa olmaydi yoki murojaat qilishga qo'rqadi, dokumenti noto'g'ri bo'lishi mumkin. Shu bo'yicha yuraveradi. Bu gonoreya kasalligi ham o'zida alomatini beradi. Qanchadir vaqt davolanmagandan keyin u achishish,
yiring oqishlar kamayib susayadi, yo'q bo'lishi ham mumkin, bo'ldi men tuzaldim deydi. Vaholanki bu уже bepishlikkacha sekin o'zini asoratini berayotgan bo'ladi. Shuni hisobidan hozir mana turmush quryapti, farzand bo'lmayapti, uni urug'ini tekshirganimizda foizi past yoki umuman urug' topilmayapti. Mana shu sababli. Undan tashqari yana xlamidия, ureoplazma degan kasalliklar bor. Oxirgi paytda zamburug'li, ya'ni kandidozli kasalliklar ko'p uchrayapti. Erkaklarimiz murojaat qilyapti, ya'ni chof sohasida, son sohasida qizarish, qichishish, yoqimsiz hidlanish. Ularga aytyapmiz, turmush o'rtog'ingni olib keltir, tekshir, undagi ajralmalar senga как allergik ta'sir qilyapti teringga deymiz. 50% bemorlar bunga xo'p deyshadi, turmush o'rtog'ini olib kelishadi. 50% yo'q, bu meni o'zimdek holat deb o'ylaydi, men turmush o'rtog'imni olib kelmayman deydi. Hozir qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, ayollarda hozirgi kunda ko'p uchraydigan Mirlaziz Akbarchi aytganlaridek kandidoz, xlamidioz, ureoplazmoz yoki bo'lmasam gonoreya kasalliklariga qo'shimcha o'tkiruvchilik kandilomalar ham juda ham ko'p uchraydi. Misol uchun bizga ayol kishilar murojaat qiladigan bo'lsa, xuddi shu holatda biz ham aytamiz. Biz ko'rdik, tashxisni to'g'ri qo'ydik и ularga как murojaatnoma sifatida aytamiz. Siz bu jinsiy yo'l orqali yuquvchi infeksiya bo'lgani uchun albatta jinsiy partnyor, ya'ni turmush o'rtog'ingizni ham bu lecheniyaga jalb qilishingiz kerak deb tushuntiramiz. Lekin bu mablag' tomonidan yoki bo'lmasam jinsiy madaniyat yetishmasligi tomonidan yoki bo'lmasam oiladagi qaysidir sotsial bitovoy muhitlardan kelib chiqib, bunga rioya qilinmaydigan kasalliklar soni 50% dan menimcha ko'proq. Ya'ni yo'q, men hozir lecheniya olib turaman, xo'jayinimni olib kela olmayman, ular ishlaylar yoki bo'lmasam yo'q, xo'jayinim menda hammasi yaxshi deb aytyaptilar deb, ya'ni lecheniya to'laqonli bo'lmaydi. Biz tashxisni to'g'ri qo'yib berdik, lecheniyani boshladik, tuzatdik, lekin o'sha partnyori to'g'ri lecheniya vaqtida lecheniya olmaganligi hisobiga asoratlar yoki bo'lmasam qayta kasallanish holatlari ko'p kuzatilib turadi. Ayollarda bizda endi bilamiz, ayollarda qin sohasida o'zini muhiti bo'lgani uchun ayollar har doim ham sezmay qolishlari mumkin. Bu namoyon bo'lmasligi mumkin yoki bo'lmasam o'sha aytib o'tganimdek tibbiy madaniyat yetishmasligidan bu oddiy hol deb, ya'ni ajralmalar kelib turishini uyat deb sanaydi-da. Balki uyatdir-da, mintaqaviy o'sha o'zimizni sharm hayoga yo'yishar. Men ko'proq buni tibbiy madaniyat yetishmasligi deb bilaman. Yoki bo'lmasam uyaladi yoki ularga aytishga uyaladi. Balki yaqinligi shu aytisha olmaydimi va o'sha holatlarni o'tkazib yuborish darajasi ko'proq. Bizga qachon murojaat qilishadi? Qachonki o'sha chidab bo'lmaydigan holat bo'lsa, ya'ni o'sha kandidoz bo'ladigan bo'lsa, u juda ham qichish ko'p beradi. Chidab tura olmaydigan. Bizda shunaqa ayollar bor, yillar, 15 yillab, misol uchun 20 yillab vaqtni o'tkazib, o'sha yoshlari katta bo'lganda oxiri chidolmadim, bolalarimga aytishga majbur bo'ldim, uyat bo'lsa ham deb kelishadi-da. Biz kresloda osmotr qilganimizdan keyin qanaqa yurdingiz shuncha payt desa, aytishga uyaldim, aptekaga bordim yoki o'sha o'zimizning ginekologga chiqdim, qaysidir malhamlarni aytishdi, unda ko'rdida bu gribokka o'xshaydi deb krem berdi, surib yuribman shuni yoki bo'lmasam tag'in ham yaxshi agar shu kandidoz bo'lsa gribok deb o'ylab o'sha protivgribkoviy maz bersa yoki bo'lmasam вообще unga to'g'ri kelmaydigan malhamlarni aytishadi, qaysiki uni klinik kartinasini yana ham yomonlashtirib, asoratlarni kuchaytirib yorib, nafaqat u jinsiy a'zo sohasida o'sha yana ham yomonlashtirishga olib keladigan holatlar esa ko'p. O'shaning uchun biz har doim birinchi navbatda tushuntirish olib boramiz va bemorlarimizdan, bizani kuzatuvchilardan iltimos qilamiz. Shifokor ham o'zini tomonidan yetkazishga harakat qiladi bemorga qanaqa qilib tezroq tuzalishi mumkinligi haqida. Va ulardan iltimosimiz shuni to'g'ri qabul qila olishsa. Bizning davolashimiz yana ham tezroq va yana ham yaxshiroq, samarali natija berish uchun. Chunki bizda shu Respublika dermatovenerologiya markazida davolash davomida nafaqat an'anaviy usullardan foydalaniladi, balki bizda yangi texnologiyalar kiritilgan. Shu davolash rejalarimizga har bitta bo'limda, xususan bizning ikkinchi reproduktiv buzilishlar bo'limida lazer terapiya muolajalari bor, magnit to'lqinli terapiya orqali va shunga o'xshash bir necha yangi uslublar qo'llaniladi. Ayollar davolanishga keldimi, qaysidir o'zini jinsiy a'zosidagi muammolar bormi? Demak, o'zini juftini albatta olib kelib kompleks davolasa, bu natijasi yaxshi bo'ladi degan. Hozir men fikringizni eshitib bildimki, siz hozir ayollar davolab berasiz, ya'ni o'sha kandidoz davolanadi, lekin uni tashuvchisi uyda yana uni shikastlaydi, u yana qaytib kelib davolashdi. Qayta bu yerda hozir faqat ayol nafaqat psixologik, balki o'sha o'zini organizmini, organini qayta shikastlanib, davolanib
baribir teri bo'shashib o'zini holatini yo'qotadi-da undan keyin. Bu sifatini yo'qotadi. misol uchun vaqt ketyapti, mablag' ketyapti, qancha kuch sarflayapti. Chunki misol uchun bitta uyda bitta kelin lecheniya olyaptimi, uni bola chaqasi bor. Uni bolasiga kimdir mas'ul bo'lib turishi kerak, чтобы u bu yoqqa kelib lecheniya olishi uchun u har xil muammolarni yana ketidan keltirib chiqaradi. Ginekologlar deb aytdingiz-ku, biz ko'proq aytardim, biz venerologmiz-da. Venerolog ya'ni o'sha jinsiy yo'l orqali yuquvchi infeksiyalarni vaqtida aniqlab davolab beradigan mas'ul bir отдельный yo'nalish. Biz ginekologiyadan sal farq qilamiz. Bizda ko'pincha ayollar, erkaklar ham yoki ginekologga murojaat qilishadi, qachonki jinsiy a'zoga bog'liq bo'lgani uchun. Lekin ginekologlar xafa bo'lishmasin, venerologlarni biladigan ko'p narsasini ginekologiya hali hammasini ham to'g'ri tashxis qo'yib bera olmaydi. Shu yerda murojaatnoma yana ketadiki, sizlar terida jinsiy a'zo sohasida toshgan toshmalar yoki bo'lmasam qindan kelayotgan har xil hidli yoki bo'lmasam yoqimsiz ajralmalar yoki jinsiy sohada bo'layotgan har xil turdagi o'zgarishlar bilan venerologga, ginekologga emas murojaat qilishligisini. O'shanda tezroq bu tashxis tezroq aniqlanib, tezroq qo'yilib, davolash ham tezroq yo'lga qo'yiladi. O'zi bu uyatli mavzu deb hisoblashadi. Ya'ni shu jinsiy a'zolardagi kasalliklarni yoritishimizni uyat deb ko'rishadi, lekin aslida bu oilaviy munosabatlar ham dars ketishiga sabab bo'ladigan eng katta omillardan bittasi hisoblanadi. Shu o'rinda biz bu mavzuni ochishimiz, ayollardagi, erkaklardagi kasalliklarni kengroq ochib berib, davolashimizga sabab bo'lsa, xursand bo'lamiz, ular shifo topsa. O'zi umuman olganda ginekologik, urologik muammolar mavzusi juda keng, uni bitta dastur o'zida biz ochib bera olmaymiz va shuning uchun keyingi dasturlarimizda ham sizlarni kutib qolamiz. Mehnatingizni qadrlaymiz. Doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agarda savollaringiz bo'lsa, dasturimizga albatta yo'llang. Bizni aynan Respublika dermatovenerologiya va kosmetologiya markazidagi oliy toifali shifokorlarimiz sizning kasalligingizni jon-jahdimiz bilan davolaymiz, xizmat ko'rsatamiz. Salomatlik markazi dasturimizni kuzatishda davom eting.